Mana bu tunukafon ishimizning chiroyliligini qarang, jigar. Niyat qilib qo'ying, sizga ham eng kamida mana shunaqa chiroyli bo'lgan tunukafon patologlar nasib qilsin. Bitta laykni bosib qo'yasiz, biz videorolikimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Siz Andijon tunukafon kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunukafon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani 6-Gez mahallasida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek video boshdanoq sizdan bir dona like, mendan esa ushbu xonadonimizni hisob-kitobi. Biz ushbu xonadonimizga tunukani rasxodiga hisoblaganda jami bo'lib 200 kvadratga yaqin tunuka ishlatdik va xonadon egasiga plus-minus bilan aytyapman 2300 AQSh dollariga barcha xarajati ichida bitkazib berdik. Tunukafondan tashqari bu xonadonimizga 47 metr atrofida tarnovni ham o'rnatib berganmiz. Tunukamizning rangida bir-biriga padmas holatda. Men aytgan narx ichida tunukafoni, tarnovlari, hamma xarajati ichida bitgan xonadon egasiga. Xonadon egasi bizga bir mahal obed qilib berdi. Bo'ldi. Qolgan barcha xarajati bizning hisobimizdan bo'ldi. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunukafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta hech ikkilanmasdan mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bo'lmasam do'stlar, qolgan ma'lumotlarni, ya'ni tunikafonga oid bo'lgan ma'lumotlarni video davomida berib o'taman. Albatta videomizni boshdan oxirigacha ko'ring va videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng kommentariyaga ushbu ishimiz haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmasam biz videorolikimizni boshladik. Qadrdonlar, bo'lmasam biz videorolikimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ichkari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Video boshida aytganimizdek, biz ushbu xonadonimizni mana shu ichkari shapkasi aylanasiga tarnovlari bilan birgalikda darvoza xonasi va tashqari shapkalarini tunukafon qilib berganmiz. O'zingiz ishimizga ko'rib bitta baho berib qo'yasiz. Burchaklarini butun holatda chiqarib berganmiz. Mana bu yon tomondagi burchak ham, bu tomondagi burchaklarni ham butun holatda chiqarib berganmiz. Tarnovlarni ham tunukafon rangiga moslagan holda mokri rangda qilib berganmiz. Bu xonadonimizni yana qaytadan eslatib o'taman. Oq rangga mokri rangda mana shunaqa go'zal holatda tunukafon ishlarini qilib berdik. Xonadon egasi xudo xohlasa xursand ishimizdan. Ayniqsa mana bu darvoza xonasi ham juda ham chiroyli chiqdi. Mana bu rombilarni bonusga qo'yib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. O'rtasida tillo rangli, mana bunaqa chekalari esa hurmatli obunachilar pianinali bo'lgan. Mana bu pianinamizga mos holatda albatta. Ko'rib bitta baho berib qo'yasiz. Juda ham chiroyli holatda ushbu xonadonimizda ham tunukafon ishini bitkazib berdik, hurmatli obunachilar. Mana do'stlar, mana bu tillo rangda o'zingizni ko'rishingiz mumkin. Aksingizni mana hurmatli obunachilar ko'rib turganingizdek mana shunaqa go'zal holatda bitta ushbu xonadonimiz. Xo'p, qadrdonlar, endi tashqari tomonga qarab yuzlanamiz. Bu xonadonimizni shapkalarini bejizga mana shunaqa fasonda qilib berganimiz yo'q. Sababi xonadon egasi ancha oldin, borani bir 2 yil avval mana shu tunukafon ishini qildirgan ekan. 2 yil oldingi tunukafon ish bu. Mana bu esa yangi tunukafon. Ya'ni biz mana shu fasonni davom ettirib berdik. %100 bir xil qilib, xudo xohlasa, xonadon egasiga aylanasiga bir xil qilib berdik. Ya'ni mana shu joydan boshlab bu tomonga qarab ketdik va bu tomonga qarab ketib, narigi yon qismlarini ham tunikafondan aylantirib berganmiz do'stlar. Juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Albatta mana bu tarnovlarni ham aytib o'tganimdek mokri rangda qo'yib berganmiz. Bu xonadonimiz mana 6-Gez 59-uy, Ne'matobod Mafaya 59-xonadonda. Xudo xohlasa mana ishlarimizni bitirib berdik. Mana shu atrofdan bo'lsangiz, bemalol ishimizni kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Inshaalloh siz ham bizga buyurtma qilsangiz, sizning ham xonadoningizni qo'ldan kelgancha mana shunaqa go'zal holatda tunukafon qilib beramiz, qadrdonlar. Shuning uchun hech ikkilanmasdan bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sababi bizda 6 yillik tajribaga ega bo'lgan o'z ishining mohir ustalari ish faoliyat olib boradi. Sizning xonadoningizni xudo xohlasa qo'ligul ustalarimiz mana shunaqa go'zal holatga keltirib beradi.
Xo'p, hurmatli obunachilar, bilasizlar, biz tunuka fonda tunukani ketgan rasxodini hisoblaymiz, joyingizni kvadratini emas. Bu haqida ham deyarli har bitta video roligimda aytib o'tishga harakat qilaman. Bu safar ham sizlarga tushuntirib o'taman. Misol uchun, aynan siz mana shunaqa fasonda tanlasangiz, 20 metrga 1 metr joyingiz bo'ladigan bo'lsa, 35 kvadratga yaqin tunuka rasxod bo'ladi. Sababi mana bu tunukamizni yon qismlariga bukilish, qayrilish joylari kirib ketadi, hurmatli obunachilar. Mana bu misol uchun 10 sm bo'ladigan bo'lsa, yon qismiga oddiy lentasini o'zida ham 5 sm va mana bu tomonga 5 sm kirib ketish hisobiga 10 sm-imiz 20 sm. Xo'p, 10 sm-imiz 20 sm-ga hisoblanadi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun men doim aytaman, agar sizda joyingiz kvadrati 100 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 100 kvadrat metrga 50 kvadrat tunuka qo'shiladi va 150 kvadratga aylanadi. Agar siz mana shunaqa hashamdor fasonda tanlaydigan bo'lsangiz, 100 kvadrat joyingizga yana 100 kvadrat qo'shilib 200 kvadrat tunuka rasxod bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Bu aynan siz tanlagan fasonga qarab hisoblanadi. Siz qanchalik soddaroq fason tanlasangiz, demak sizning xonadoningizga ozroq tunuka rasxod bo'ladi. Qanchalik hashamdor fason tanlasangiz, demak shuncha kvadrat ko'proq bo'ladi. Men sizga maslahat bergan bo'lar edim, o'rtacha fasonda tunukafon qidirishingizni. Agar yo'q, ko'rganda mazza qilib yuborishim kerak Shohruxbek deydigan bo'lsangiz, mana shunaqa hashamdor fasonda tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetgan videomizni yakuni yasaymiz. Videomizni boshidan oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.